Assalamu alaykum do'stlar. Qayda tor darsxonamizga kelganlarni qarshi olamiz. Biz bugungi soat darsimizda Adobe Audition CC 2017 nashrdan foydalanib naqsha unga elishni o'rganamiz. Oldi bilan men Adobe Audition'ni qo'zg'atib, biz oldingi soat karaoke qilgan naqshni Audition ekrolay. Qo'zg'atdim. Qo'shchik bo'lsa ham bo'ldi. Shu. Mana ekrib olgandan keyin hamda biz ayrim yana to'g'ri yana ko'p yo'lliq ovoz hujjatidan birini quramiz. Ism qo'yib qo'yay buningga. Xo'sh dedim deb qo'yaylik. Endi buningga hamda birinchisiga kiradiganimiz shu benzoshna karaoke. Qo'yib o'taylik. Normal ekan. Ovoz to'ymi qandoq ko'tarib qo'yaylik. Şundan ovoz ciddi bo'ldi. Endi biz ungalni ungalash uchun avval birinchisi ovoz yo'li hamda ikkinchisiga ungalamiz. Mana bu ovoz yo'li normal ekan. Undan keyin naqshning teksti shunaqa. Naqshning teksti mana tayyor bo'ldi. Ovozimiz yaxshi bo'lmasmi? Aytib bir sinab boqaylik. Hemen bir başlayalım bunun yoki biz tekstni üstüge chiqarib olaylik. Hoş dedin gider çağda, yaş aldın gözlerine. Hoş dedin gider çağda, yaş aldın gözlerine. Lev yıkıp dökken yaşın, sırgıp düştü menzimge. Lev yıkıp dökken yaşın, sırgıp düştü menzimge. Biz müşahiç ep turaylı. Ovozni anglab baqamdiq. Anglab baqaylik. Hoş dedin gider çağda, yaş aldın gözlerine. Hoş dedin gider çağda, yaş aldın gözlerine. Lev yıkıp dökken yaşın, sırgıp düştü menzimge. Lev yıkıp dökken yaşın, sırgıp düştü menzimge. Mana normal unga ep bo'ldik. Endi biz hamma ovozni qo'shib tahlilsak bo'ldi. Mesela bunundaki g'aj-g'uj ovozlar, hamda boshqa sirtqi muhitniki ovozlar bo'lib qolsa, hamshani tahlilsak bo'ldi. Hamma anglab boqaylik. Hamma tingan bu ovozlar bor ekan, buni biz
bir taraf qilishninki bir necha xil usul bor. Mushuni biz butun tanlab oldik. Tanlagandan keyin o'ng knopkani chekib, Fuzhou Sangyin Yangbin Maman tanlab, ondan keyin Xiaoguodan unumdan Jiangsang tanlaymiz. Meye qarab turinglar. Qo'yute ol. Endi mani ishlatgandan keyin qaranglar. Hemen tuzsiq aylandi. Shavqin yo'q degan gap. Xo'sh deding ketar chaqda. Maning o'xshagan shadiki o'sha qishlarning nimani tınğan ovozlar degandek. Cho'ng aytay. Shuni baylanib yo'q qilsak bo'ldi. Mau degan gap desanglar, mushuninga o'xshagan shavqunninki yangbin hisobdan ko'paytma nusxasi. Shundan baylanib, ana shu butun shu ovoz hujjatidagi ashunga o'xshagan shavqalarni yo'qotulmasan, men tanladim hozir. Endi Jiangsang deganni chekib qarangman, men qismi yo'q edi. Ketar chaqda. Men qismi yo'q edi. Hozircha biz mushunchalik bir taraf qilib turayli. Endi buningga unum qo'shish shunaqo. Buning qanaqa unum qo'shimiz desak. Xo'p. Men unum qo'shsak bo'ldi. Xo'sh deding ketar chaqda. Ketar chaqda. Oldin qatim biz miyadagi nimni bitirib qildik qo'sh shavqonlarni. Buning bir xat bo'lmaydiga yeramdi. Bir keyin chekinay. Bo'ldi, mushtaq bo'lib tursin. Xo'sh deding. Ovozni anglab boqinglar. Ammo nim qilgandiki o'zgartganiga ovozni anglaydi. Miyadagi. Bir xil miya o'zgarib ketish ahvoli bo'ldi ekan. Ovozchi. Shunga amal bo'lqa ovozimiz taraf qilgan vaqtimizda shu ayrim o'rinlarni tutib, kichik nuqtalarni foydalanib qilsak yaxshi. Amal ovoz o'chitib tegmayli buzilib ketgan ovoz. Shuning bilan biz maningga bir unum berib boqamdiq. 5ni yo'q qo'yday. Unumni bir şeyden bəsək bo'ldi yaxshi. Bevostalab unum berib keyin ovoz o'chitiga ta'sir ko'rsatib biz yaxshi tahrirlamay qolamiz. Miyadan qilsak xohlagancha tahrirlagili bo'ladi degan gap. Masalan, hamshada bir necha xil ovozlar bor. Shundan o'zimiz tanlab, qaysini yaxshi ko'rsak shu bo'yicha tanlab olsak bo'ladi. Xo'sh deding ketar chaqda. Yosh olding. Masalan, ma'ni biz berib sinab boqayli. Qag'ini sizlar ustiga qarab mishani tanlab yana boshqa sinab qilsanglar bo'ladi o'zinglar. Mana kim mishani miyada men nurg'un ovozlar bor, qaranglar. Xo'sh deding ketar chaqda. Yosh olding ko'zlaringga. Xo'sh deding ketar chaqda. Yosh olding ko'zlaringga. Lav yiqib to'kkan yoshing sirg'ib tushdi manzilga.
Muşundan xalığın birini tanlap turaylı. Sırgıp düştü. Muş ikkisini biz berip turaylı hem de muş yaşın sırgıp düştü menzimge. Ma birini koyteli. Lav yeqib. Hem de ma o yani bayaqı Doğu'ya qaytib kelip köp yolga. Hem sınap yani anlap baxsaq buldu. Hoş dedin gider çağda yaş aldın gözleringe. Hem de bizimki ma bu bəgən ünümüz ünümüz çıkmadı desek biz ünümlü ma bu tak yolga bədik şundaq qoy man miyəke hoş qaranman miyədi ba. Eğer biz ma bu köp yolga mı ünüm bermez desek hemen müşedin talapmış ünümlerden miyədim bəsək mi buldu ünümle. Mesela şu anda bir bakayım mı? Ne bakayım nok? Dedi gider çağda yaş al. Man bəsək mi buldu? Anılken yani ondan başka üretip durup biz o tak oldu bəgən ünümlerden bəsək buldum yerden. Avaz küçeytiş. Buldun gözleringe hoş dedin gider çağ. Mağunum ondan başka yana. Mağunumlardan sınap baksak buldu. Üzümüz halığın ne? Biz bayağı bəgin şu. Yaş aldın gözleringe Lev yıkıp dökken yaşı. Mana müştak ama önümden özümüz bir-birlep sınap bulavasak buldu. Özümüz yaxşı kögen avazını. Düştü menzimge. Şunun bilen vaqtını tez üçün biz muşunculuk eptirayla avazga. Muşu boyunca sınap avaz qilib tahrirlep qilsak oldu. Endi bunu saqlash yana bayaq o'xshash biz shangmu'ni saqlashni o'rgandik ku. Linksini vedigini chekib saqlaydigan o'rinni tanlaymiz. Masalan, mana bu o'rin ekan mana. Saqlab etay. Saqlab ostimizdagi barliq hujjatni saqlab etamiz biz auditionni o'chiritib yana bir ish baqaylash o'rindan. Sıdıyla degenden bundan hem bundan Adobe Audition ondan hem hoş dedan diye hüccet. Çekip asakın bayağı hüccet çıktı. İşte hemen bir miyani qo'yib ovozni o'ngshaytib buni yoqi darsimizni oxirlashtiraylik. Xo'sh deding. Shuning bilan ovoz qilishmishadi, oyoqlashdi. Ham shu biz ovoz ilishida ovoz qilganda dal shunga o'xshash ovoz oldu. Birinchisiga karaoke, yani ikkinchisiga ovoz. Ovozimizni ayrim elib, bundan unum berib, tangshab qildigan gap. Shuning bilan bugungi shu ovoz ilish darsimiz oyoqlashdi. Tushunmagan narsalar bo'lib qolsa, o'rtaq bo'lib o'rgansak bo'ladi. Ko'pchilik rahmat. Kelasi hafta ko'rishaylik.